o'lim soati degan narsa bor. Bu narsani men o'zim studentlik davrida reanimatsiya bo'limida ishlab yurganda ham kuzatganman. Ya'ni bu o'lim soati insonlarni uyqu vaqtida, ayniqsa bu soat 4 dan ertalab tongi soat 4 dan 5 gacha, 6 gacha bo'lgan davrda insonlarni tanasida biologik ritm o'zgara boshlaydi va tanada kortizol ko'tariladi, baland bo'ladi. Shunaqa vaqtda kortizol ko'p ishlab chiqarilganligi uchun tanada uyqu rejimi buzilganligi uchun organizm stressga dosh bera olmasligi tufayli bunaqa insonlar vafot etib qoladi. Yuragida qandaydir bir nozik bir muammo bo'lsa, insult yoki infarkt bo'lib vafot etib qoladi. Mana reanimatsiyada shu vaqtdagi, shu yoshdagi mana reanimatsiyada yotgan kasallarni ichida soat ertalab tongi 4 dan 6 gacha yoki 5 gacha bo'lgan davrda ularni orasida o'lim kuzatilish ehtimoli baland. Mana shunda yuragida qandaydir muammosi bor bo'lgan bemorlar va bu hech qanday apparat yaxshi ishlamay qolishi yoki qanday dori o'z vaqtida qilinmasligi emas, balki biologik ritmni shu vaqtda insonni tanasini suslashishiga olib keladigan vaqtda hisoblanadi.